Assalomu alaykum hoji ona. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi dam olyapsizmi? Yaxshi, albatta. Xush ko'rdingiz sanatoriyamizda. Zo'r. Qayerdan keldingiz? Biz Qoraqalpog'istondan Ellikqal'a Mashalloh. rayondan keldik. Aha, nechinchi marta kelishingiz? Birinchi marta juda maqtagan edilar, shunga keldik. Aha, nima uchun keldingiz? Nima shikoyat bor edi sizda? Dam olishga keldik. Aha, shikoyatlar bo'larmidi sog'ligingizda? Oyoq og'riq Bo'ladi. Juda yaxshi, sanatoriya juda yaxshi. Hammani kelishini so'rayman. Juda zo'r. Doktorlarim hammasi ajoyib. Qaysi lecheniyalarimiz yoqyapti? Hamma lecheniyalarni yomoni yo'q. Aha. Hammasi zo'r. Foydasi sezilyaptimi? Foydasi sezilyapti albatta. Qoraqalpog'istonliklarga tavsiya qilishga arziyaptimi? Ha, Qoraqalpog'istonliklarga kelinglar, hammang. Barg'ilonga. Dori-darmonlar bo'yicha muolaja qilishyaptimi sizga? Albatta. O'sha foyda beryaptimi sizga ham klinika sharoitida dam olganingiz? Ha, beryapti. Aha, foydasiz sezyapsiz, a? Sezyapti. Ovqatlarimizdan shikoyatlar yo'qmi? Ovqatlar juda zo'r. Juda zo'r.